Bugun men sizga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Gaz hisoblagichini tekshirish muddati, gaz xodimlari kelganda nimalarga e'tibor berish kerakligi va eng asosiysi, qanday qilib 22 milyon 500 ming so'mgacha jarimaga tushib qolmaslik haqida gaplashamiz. Bu mavzu faqat bitta xonadon yoki bitta mahallaga tegishli emas. Bu gazdan foydalanadigan har bir oila, har bir kvartira egasi, har bir ijarachi va hatto uyini bo'sh qo'yib ketgan odamga ham tegishli. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odamlar gaz hisoblagichi bor, to'lovlarni vaqtida qilyapman, demak hammasi joyida deb o'ylaydi. Lekin bir kuni gaz xodimlari keladi, dalolatnoma tuziladi, keyin hisob kitob chiqadi. Odam esa birdaniga millionlab so'mlik qarzdorlik yoki jarima bilan yuzma-yuz qoladi. Eng yomoni ayrimlar hujjatni o'qimasdan imzo qo'yadi. Keyin esa men buni bilmagan edim deyish foyda bermaydi. Shuning uchun hozir videoni oxirigacha ko'ring. Bu ma'lumot sizni katta pul yo'qotishdan, asabiylashishdan, sudma-sud yurishdan va hatto kvartirangiz bilan bog'liq jiddiy muammolardan saqlab qolishi mumkin. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki men bu yerda oddiy odam tushunadigan tilda aniq misollar bilan tushuntiraman. Avval qanday edi? Oldin ko'pchilik gaz hisoblagichini o'rnatib qo'yardi, gazni ishlatardi, har oy to'lov qilardi va shu bilan masala tugadi deb hisoblanardi. Hisoblagichning tekshiruv muddati borligi, u ma'lum yildan keyin metrologik tekshiruvdan o'tishi kerakligi haqida hamma ham o'ylamasdi. Kimdir hisoblagich 10 yildan beri turganini bilmasdi. Kimdir uy sotib olganda eski hisoblagich qanday hujjat bilan o'rnatilganini tekshirmasdi. Kimdir esa gazchilar o'zi kelib aytadi deb yurardi. Hozir esa vaziyat boshqacha. Nazorat kuchaygan, hisoblagichlar bazaga kiritilgan. Abonent raqamlari, iste'mol hajmi, plombalar, tekshiruv muddatlari, qarzdorliklar elektron tizimlarda ko'rinadi. Gaz ta'minoti tashkilotlari xodimlari tekshiruvga kelganda faqat qarzdorlikni emas, hisoblagichning holatini, plombaning buzilmaganini, muddatini, gaz jihozlarining ulanishini ham ko'rishi mumkin. Agar qoidabuzarlik aniqlansa, ayrim holatlarda hisob-kitob oddiy bir oylik gaz puli bo'yicha emas, normativ asosida, ya'ni juda katta summada chiqarilishi mumkin. Mana shu joyda odamlar eng ko'p xato qiladi. Ular jarima deganda faqat ma'muriy jarimani tushunadi. Aslida esa ko'pincha eng katta summa qayta hisob-kitob, zarar, noqonuniy foydalanish bo'yicha hisoblangan summa sifatida chiqadi. Masalan, kimdir hisoblagich tekshiruvdan o'tmagan bo'lsa ham gazdan foydalangan, kimdir plomba shikastlanganini vaqtida xabar qilmagan, kimdir hisoblagichni yechib, almashtirib, keyin hujjatlashtirmagan. Natijada gaz tashkiloti buni hisoblagichsiz foydalanish yoki hisobga olinmagan iste'mol deb baholashi mumkin. Men bu yerda qo'rqitish uchun gapirmayapman. Men sizga mexanizmni tushuntiryapman. Agar siz qoidani bilsangiz, hujjatni o'qisangiz, harakatni vaqtida qilsangiz, bunday muammolarning juda katta qismini oldini olish mumkin. Birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa. Gaz hisoblagichi abadiy ishlaydigan qurilma emas. U texnik vosita. Har bir hisoblagichning pasporti bo'ladi. Unda ishlab chiqarilgan sana, zavod raqami, modeli, metrologik tekshiruv muddati yoki tekshiruvlar oralig'i ko'rsatiladi. Odatda maishiy gaz hisoblagichlari ma'lum davrdan keyin tekshiruvdan o'tkazilishi kerak. Bu muddat o'tib ketgan bo'lsa, hisoblagich gazni ko'rsatayotgan bo'lsa ham, u yuridik jihatdan ishonchli hisob vositasi sifatida qabul qilinmasligi mumkin. Ikkinchi muhim narsa, hisoblagich sizning uyingizda turgani bilan uni o'zboshimchalik bilan yechish, joyini o'zgartirish, plombasiga tegish. Ustasiz ulash katta xavf tug'diradi. Ba'zan odamlar oshxonani remont qiladi, turbani salinari suradi, hisoblagich joyini o'zgartiradi. Usta keladi, hech narsa bo'lmaydi deydi, ishini qiladi, ketadi. Lekin keyin gaz xodimlari kelganda hujjat yo'q, ruxsat yo'q, plomba boshqacha, ulanish sxemasi o'zgargan bo'ladi. Ana shunda oddiy remont katta muammoga aylanadi. Uchinchi narsa, uy sotib olayotganda faqat kadastr va oldi sotdi shartnomasini ko'rish yetmaydi. Gaz bo'yicha abonent holatini ham tekshirish kerak. Men ko'p holatlarni ko'rganman. Odam kvartira sotib oladi. Sotuvchi hammasi toza deydi. Kommunal qarzlar bo'yicha umumiy ma'lumot ko'rsatiladi. Lekin keyin ma'lum bo'ladiki, hisoblagichning tekshiruv muddati allaqachon o'tgan. Eski dalolatnoma bor, bazada ogohlantirish turibdi yoki avvalgi egasi plombani buzgan. Yangi egasi esa men endi oldim-ku deydi. Amalda esa muammo xonadon abonent raqami bilan bog'liq bo'lib qoladi va uni hal qilish uchun hujjat,
ozod tekshiruv va ba'zan sudgacha borish kerak bo'ladi. Keling, real hayotga yaqin bir misol olaylik. Toshkentdagi 2 xonali kvartirada oila yashaydi. Hisoblagich 2025 yilda o'rnatilgan. Oila har oy o'rtacha 25 ming so'm gaz puli to'lab kelgan. 2024 yilda tekshiruv keladi. Hisoblagichning metrologik muddati 2022 yilda tugaganligi aniqlanadi. Oila esa buni bilmagan. Gaz xodimi davlatnoma tuzadi. Agar hujjatlar to'g'ri rasmiylashtirilmasa, qachondan beri hisoblagich haqiqiy hisob vositasi sifatida yaroqsiz deb baholanishiga qarab normativ hisob kitob chiqishi mumkin. Normativda esa faqat siz real ishlatgan gaz emas, xonadonda ro'yxatda turgan odamlar soni. Gaz plitasi, isitish moslamasi, issiq suv, tizim kabi omillar hisobga olinishi mumkin. Natijada odam men oyga 25 ming to'lardim deb o'ylaydi, lekin hisob kitob millionlab so'm chiqishi mumkin. Yana bir misol. Bir ayol kvartirasini ijaraga bergan. Ijarachilar gazdan foydalanadi, lekin hisoblagich ko'rsatkichini egasiga vaqtida bermaydi. Bir kuni gaz xodimlari kelganda plomba shikastlanganini ko'radi. Ijarachi biz tegmaganmiz deydi. Uy egasi esa umuman boshqa tumanda yashaydi. Dalolatnoma kimning ishtirokida tuziladi? Kim imzo qo'yadi? Plomba qachon shikastlangan? Gaz hisobga olinmay ishlatilganmi? Mana shu savollarga javob bo'lmasa, katta summa uy egasining nomiga chiqish ehtimoli bor. Shuning uchun ijaraga bergan odam uy meniki, lekin ichida boshqa odam yashaydi deb xotirjam bo'lishi mumkin emas. Abonent mas'uliyati baribir egaga yoki shartnomada ko'rsatilgan foydalanuvchiga bog'lanadi. 3-misol, xonadon egasi uzoq muddat Rossiyaga yoki boshqa viloyatga ketgan. Uyda hech kim yashamaydi. U gaz ishlatilmayapti. Demak, qarz ham bo'lmaydi deb o'ylaydi. Lekin tekshiruv muddati o'tishi, plomba holati, abonent ma'lumotlari, minimal hisob kitoblar yoki tizimdagi xatolar borasida masala chiqishi mumkin. Agar xonadon uzoq vaqt bo'sh tursa, men har doim egasiga gaz tashkilotiga borib, holatni rasmiylashtirishni, ko'rsatkichni qayd ettirishni, kerak bo'lsa vaqtincha uzish bo'yicha ariza berishni maslahat beraman. Chunki og'zaki uy bo'sh edi degan gap keyin dalil bo'la olmaydi. Kimlar ayniqsa xavotir olishi kerak. Birinchidan, eski hisoblagichi borlar. Agar hisoblagich qachon o'rnatilganini bilmasangiz, bu allaqachon xavf belgisi. Ikkinchidan, uyini yaqinda sotib olganlar. Siz sotuvchining gapiga emas, hujjatga ishonishingiz kerak. Uchinchidan, kvartirasini ijaraga berganlar. To'rtinchidan, uyda remont qilgan va gaz quvuri yoki hisoblagich joyiga tegilganlar. Beshinchidan, gaz xodimlari kelganda uyda bo'lmaydigan, hujjatlarni qo'shnisi yoki ijarachisiga imzolatadigan odamlar. Oltinchidan, hisoblagich plombasi biroz qiyshaygan, simi uzilgan, korpusi shikastlangan, oynasi singan bo'lsa ham mayli, ishlab turibdi-ku deb yurganlar. Kimlar kamroq xavotir olishi mumkin? Agar sizda yangi hisoblagich bo'lsa, pasporti saqlangan bo'lsa, plombasi joyida bo'lsa, oxirgi tekshiruv dalolatnomasi qo'lingizda bo'lsa, to'lovlar muntazam bo'lsa, gaz jihozlari ruxsat etilgan tartibda ulangan bo'lsa, sizning xavfingiz ancha past. Lekin bu ham umuman tekshirmasam bo'ladi degani emas. Chunki ba'zan bazadagi ma'lumot noto'g'ri bo'lishi, eskigidan qolgan nomuvofiqlik chiqishi yoki xodim dalolatnomani noto'g'ri tuzishi mumkin. Eng katta nozik nuqta dalolatnoma masalasida. Gaz xodimi kelib biror holatni aniqlasa, dalolatnoma tuziladi. Ko'pchilik imzo qo'ysam bo'ldi, bu faqat kelganini tasdiqlash ekan deb o'ylaydi. Yo'q, har bir imzo muhim. Dalolatnomada nima yozilganini o'qimasdan imzo qo'ymang. Unda plomba buzilgan, hisoblagich yaroqsiz, o'zboshimchalik bilan ulangan, hisobga olinmagan gaz iste'moli aniqlangan kabi iboralar bo'lishi mumkin. Siz imzo qo'yganingizdan keyingi bosqichda men buni ko'rmaganman deyish qiyinlashadi. Agar dalolatnomadagi fikrga qo'shilmasangiz, imzo qo'yishdan oldin o'z izohingizni yozing. Masalan, dalolatnomadagi plomba ataylab buzilgan degan xulosaga qo'shilmayman. Hisoblagich ishlayotgan edi. Holat bo'yicha mustaqil tekshiruv so'rayman. Yoki hisoblagich tekshiruv muddati haqida oldindan yozma ogohlantirish olmaganman. Qayta hisob kitobga e'tirozim bor. Bu matn sizni avtomatik qutqarib qolmaydi, lekin keyin shikoyat qilganingizda juda muhim dalil bo'ladi. Ikkinchi nozik masala ogohlantirish. Ayrim holatlarda abonentga hisoblagich tekshiruvdan o'tkazish, qarzdorlikni to'lash yoki qoidabuzarlikni bartaraf etish bo'yicha ogohlantirish berilishi kerak. Lekin odamlar ko'pincha ogohlantirishni ko'rmaydi. Chunki uyda bo'lmaydi. Telefon raqami eskirgan,
abonent ma'lumotlari yangilanmagan, xabarnoma boshqa odamga berilgan yoki eshik orasiga qistirib ketilgan. Keyin tashkilot biz xabar berganmiz deydi. Abonent men olmaganman deydi. Shu sababli gaz tashkilotidagi telefon raqamingiz, egasi haqidagi ma'lumot, manzil va abonent kartangizni yangilab qo'yish juda muhim. Uchinchi nozik masala ijarachilar bilan bog'liq. Agar siz kvartirani ijaraga bergan bo'lsangiz, ijara shartnomasida kommunal xizmatlar gaz ko'rsatkichini berish tartibi tekshiruv kelganda kim ishtirok etishi, plomba hisoblagich shikastlansa kim javob berishi aniq yozilishi kerak. Og'zaki kelishuv yetmaydi. Masalan, ijarachi har oy 10 sanagacha hisoblagich rasmini yuborishi, to'lov chekini egaga tashlashi. Gaz xodimi kelsa darhol uy egasiga xabar qilishi kerak. Bu oddiy tartib, lekin keyin millionlab so'mlik muammoni oldini oladi. 4-nozik masala meros va eski uylar. Ba'zan ota-onadan qolgan uyda farzand yashaydi. Lekin abonent hali vafot etgan odam nomida turadi. To'lov qilinyapti, gaz ishlayapti, lekin hujjatlar yangilanmagan. Tekshiruv yoki nizo chiqqanda kim ariza beradi, kim javobgar, kimga xabarnoma yuboriladi? Hammasi chalkashadi. Shuning uchun meros rasmiylashtirilgandan keyin kommunal abonentlarni ham yangi egaga o'tkazish kerak. Bu mayda ishga o'xshaydi, ammo huquqiy jihatdan juda muhim. 5-nozik masala hisoblagichning tashqi ko'rinishi. Plomba joyida bo'lsa ham hisoblagich oynasi xiralashgan, raqamlari o'qilmaydigan, korpusi singan yoki namli tushgan bo'lsa, muammo chiqishi mumkin. Siz men bunga tegmaganman deyishingiz mumkin. Lekin gaz tashkiloti hisob ishonchli emas deb baholashi mumkin. Shuning uchun hisoblagichning rasmini va ko'rsatkichini vaqti bilan saqlab boring. Ayniqsa tekshiruvdan oldin va keyin rasmga oling. Rasmda sana ko'rinmasa ham telefon faylida vaqt saqlanadi. Lekin yaxshisi ko'rsatkichni alohida yozib boring. 6-nozik masala xodimning vakolati. Gaz xodimi kelganda siz undan xizmat guvohnomasini so'rashga haqlisiz. Bu qo'pollik emas. Siz uyingizga odam kiritayapsiz. Hisoblagichingiz ko'riladi, hujjat tuziladi. Guvohnoma, topshiriq yoki tekshiruv asosini ko'rish normal holat. Lekin shu bilan birga xodimni asossiz ravishda kiritmaslik ham muammo tug'dirishi mumkin. To'g'ri yo'l shuki, siz xodim shaxsini aniqlaysiz, kelish sababini so'raysiz, jarayonni telefoningizda rasm yoki video bilan qayd etasiz. Dalolatnomani o'qiysiz va faqat tushunganingizdan keyin imzo masalasini hal qilasiz. 7-nozik masala 22.000 5 so'm kabi katta summalar qanday paydo bo'lishi. Odamlar o'ylaydi. Men bir oyda 3000 so'mlik gaz ishlatsam, qanday qilib 22 million chiqadi? Bunday summalar odatda real oylik to'lovdan emas, normativ qayta hisob kitobdan kelib chiqadi. Masalan, hisoblagich hisobga olinmagan deb topilsa, ma'lum davr uchun gaz iste'moli xonadondagi jihozlar quvvati, yashovchilar soni yoki belgilangan normalar asosida hisoblanishi mumkin. Agar davr uzoq olinsa, masalan bir necha oy yoki undan ko'p muddat, summa keskin oshadi. Shu sababli eng muhim savol, qayta hisob kitob qaysi sanadan, qaysi sanagacha qilingan, qaysi asos bilan qilingan, qaysi norma qo'llangan, hisobda qanday jihozlar kiritilgan? Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, bugunoq gaz hisoblagichingizni ko'ring. Modelini, zavod raqamini, plomba holatini, ko'rsatkichini rasmga oling. Agar hisoblagich pasporti bo'lsa, uni toping. Pasportda o'rnatilgan sana va tekshiruv muddati bor yo'qligini ko'ring. Agar pasport yo'q bo'lsa, bu ham hal qilib bo'lmaydigan muammo emas. Lekin gaz ta'minot tashkilotiga murojaat qilib, abonent kartangizdagi ma'lumotlarni so'rashingiz kerak. Ikkinchi qadam, tuman yoki shahar gaz ta'minoti bo'limiga boring yoki rasmiy aloqa kanali orqali murojaat qiling. Mening hisoblagichimning metrologik tekshiruv muddati qachon tugaydi? Oxirgi tekshiruv sanasi qachon? Bazada hisoblagich raqami qanday turibdi deb so'rang. Javobni og'zaki emas, imkon qadar yozma yoki elektron shaklda oling. Chunki keyin menga shunday deyishgandi degan gap dalil bo'lmaydi. 3-qadam, agar tekshiruv muddati tugagan bo'lsa yoki yaqinlashgan bo'lsa, o'zingiz birinchi bo'lib ariza bering. Arizada shunday mazmunda yozasiz: xonadonimdagi gaz hisoblagichining metrologik tekshiruv muddatini aniqlash va belgilangan tartibda tekshiruvdan o'tkazish bo'yicha amaliy yordam berishingizni so'rayman. Arizada manzil, abonent raqami, telefon raqami, hisoblagich raqami, hozirgi ko'rsatkichni yozing. Arizangizning kirim raqamini oling yoki elektron tasdiqni saqlang. 4-qadam,
plomba, hisoblagich yoki gaz quvurida shikast bo'lsa, buni yashirmang. Aksincha, darhol xabar bering. Masalan, remont paytida usta tegib ketgan, bola urib yuborgan, shkaf o'rnatayotganda simi uzilgan bo'lishi mumkin. Agar siz oldin xabar bersangiz, bu holat boshqa baholanadi. Agar tekshiruvda aniqlansa va siz indamay yurgan bo'lsangiz, bu sizga qarshi ishlashi mumkin. Xabarda falon kuni shunday holatni aniqladim. Foydalanishni to'xtatish yoki tekshirish tartibi bo'yicha mutaxassis yuborishingizni so'rayman deb yozing. 5-qadam. Gaz xodimlari kelganda tartibni saqlang. Avval guvohnomasini ko'ring. Keyin hisoblagich ko'rilayotgan paytda yonida turing. Ular nimani rasmga olayotganini, nimani yozayotganini kuzating. Dalolatnomani shoshilmasdan o'qing. Agar unda tushunarsiz yoki noto'g'ri gap bo'lsa, izoh yozing. Bo'sh joy qoldirmaslikka harakat qiling. O'zingizda nusxa qolishini talab qiling. Nusxa bermasa, dalolatnoma raqami, sanasi, xodimning ism, familiyasi va undagi asosiy yozuvlarni rasmga oling yoki yozib qo'ying. 6-qadam. Katta summa chiqsa, darhol to'lashga shoshilmang, lekin e'tiborsiz ham qoldirmang. Birinchi navbatda hisob-kitob nusxasini so'rang. Unda davr, ta'rif, norma, asos, dalolatnoma raqami ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Keyin yozma e'tiroz bering. E'tirozda qayta hisob-kitob asoslariga qo'shilmayman. Hisoblangan davr va qo'llangan normani qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman. Dalolatnoma va hisob-kitob hujjatlarining tasdiqlangan nusxalarini berishingizni so'rayman deb yozing. Arizani 2 nusxada topshiring. Bir nusxasiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydiring. 7-qadam. Zarur bo'lsa, yuqori tashkilotga, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish organlariga yoki sudga murojaat qiling. Lekin sudga borishdan oldin hujjatlarni tartibga keltiring. Sizga kerak bo'ladigan hujjatlar: pasport nusxasi, kadastr yoki mulk hujjati, abonent raqami, to'lov cheklari, hisoblagich pasporti bo'lsa pasporti, oxirgi ko'rsatkich rasmlari, dalolatnoma nusxasi, hisob-kitob nusxasi, gaz tashkilotiga bergan arizalaringiz, javob xatlari. Ijaraga berilgan bo'lsa ijara shartnomasi. Hujjatsiz shikoyat hissiyot bo'lib qoladi. Hujjat bilan esa pozitsiyangiz kuchayadi. 8-qadam. Uy sotib olayotganda alohida tekshiruv qiling. Men har doim xaridorlarga shuni aytaman. Oldi sotdi shartnomasidan oldin gaz bo'yicha qarzdorlik va hisoblagich holatini yozma ravishda tekshiring. Sotuvchidan oxirgi to'lov cheklarini, hisoblagich rasmini, abonent ma'lumotini so'rang. Imkon bo'lsa, gaz tashkilotidan qarzdorlik yo'qligi va hisoblagich holati bo'yicha ma'lumot oling. Agar sotuvchi shart emas, hammasi joyida deb shoshirsa, aynan shu joyda ehtiyot bo'ling. 9-qadam. Ijarachilar bilan yozma tartib o'rnating. Har oy hisoblagich ko'rsatkichi rasmiy yuborilsin. To'lov cheki saqlansin. Gaz xodimi kelsa, uy egasiga darhol telefon qilinsin. Hech qanday usta gaz quvuri, plomba yoki hisoblagichga uy egasisiz va ruxsatsiz tegmasin. Bu shartlarni ijara shartnomasiga yozing. Oddiy qog'ozdagi aniq kelishuv ham keyinchalik juda katta yordam beradi. 10-qadam. Hech qachon tanish gazchi hal qilib beradi degan yo'lga kirmang. Bugun kimdir og'zaki hal qilgandek bo'ladi. Ertaga boshqa tekshiruv keladi. Bazada esa hujjat yo'q. Sizga kerak bo'ladigani tanish emas, rasmiy dalolatnoma, rasmiy ariza, rasmiy javob, rasmiy tekshiruv. Kommunal sohada eng kuchli himoya bu tartibli hujjat. Men bugun sizga bitta asosiy fikrni yetkazmoqchiman. Gaz hisoblovgichi kichkina qurilmaga o'xshaydi, lekin uning muddati, plombasi va hujjati bo'yicha beparvolik juda katta pulga tushishi mumkin. 22.500 ming so'm kabi summalar odamning bir necha yillik mehnatini yo'qqa chiqarishi mumkin. Buning oldini olish uchun hisoblagichni tekshiring. Muddatini biling, plombani kuzating. Gaz xodimlari bilan faqat hujjat asosida ishlang. Dalolatnomani o'qimasdan imzo qo'ymang va har bir murojaatni yozma qiling. Agar sizda shunga o'xshash holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Hisoblagich muddati, plomba, qayta hisob-kitob yoki gaz xodimlari bilan muammo bo'lganmi? Boshqa tomoshabinlar ham sizning tajribangizdan xulosa qiladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki men keyingi videolarda ham kommunal to'lovlar, jarimalar, sudgacha bo'lgan tartib va oddiy odam o'z huquqini qanday himoya qilish haqida aniq va foydali ma'lumotlar berishda davom etaman.